o'rtada serial olinayotgan ekan. Albatta. Meni ham bo'lsang maylimi? Syomka yaxshi, Xudoga shukr boshlab oldik. Endi boshlaydi, ishni endi ko'ramiz. Tozalovchi serialning kadr orqa jarayonlarini Endi bu yog'ini kechga aytamiz qolgan. barchaga salom. Tozalovchi serialning kadr orqa jarayonlarini sizga o'rgatamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum opa. O'rtada serial olinayotgan ekan. Albatta. Meni ham bo'lsang maylimi? Iltimos. Qanaqa syomkaga tayyorgarlik endi hozir? Yaxshi, xudo xolasa bugun birinchi kun syomkamizda. Hali kadrga tushganim yo'q. Albatta hayajon bor, chunki har safar yangi bir proyektni, loyihani boshlayotganimizda butun jamoada hayajon bo'ladi. Xalqqa yoqadimi, o'z tomoshabiniga ega bo'ladimi degan savollar hammani qamrab olgan bo'ladi. Lekin mas'uliyati ham bor yelkamizda, chunki bu safar Shohjahon menga bosh qahramonni ishonib topshirganlar. Xudo xolasa yuzlarini yerga qaratmaslikka, xalqni qalbidan joy olishga harakat qilamiz. Jarayonlar qanaqa ketyapti? Hozircha yaxshi. Izlanishda biz. Partnyorlar qanaqa? Bo'ladi. Yo'qmi, maqbulmi ijrolari? Ha, endi ko'ramiz. Endi boshlaydi, ishni endi ko'ramiz. U yog'iga. Yolg'iz fikringiz. Bugungi syomkalar haqida, syomka jarayoni haqida. Syomka yaxshi, Xudoga shukr boshlab oldik. Hammasi joyida, hammasi ko'ngildagidek. Yaxshi, endi bu yog'ini kechga aytamiz qolgan. Salomat bo'ling. Mana bugun birinchi kunimiz xayrli bo'lsin, iloyim. Yuzimiz yorug' bo'lsin.
Hammani oldida yuzimiz yorug' bo'lsin. Qorong'i o'tibdi. Qorong'i bo'pti. Yuring ketdik. Tayyorlanamiz? Tayyormiz. Ya, buni aka siz qapcha kiyindingiz. Siz shunga uydasiz, qo'shni kiymayapsiz. Jamoat jam. Ancha yillar buyon Pegas bilan ishlab kelasiz. Albatta. Sizga jamoa yoqadimi umuman? Yoqmasa ishlarmidim? Savolga savol. Yoqmaydiganlar bormi? Man juda ham talabchan insonman va juda ham mas'uliyatli insonman. Bu jamoada o'zimga o'xshagan odamlar, jamoadoshlar borligi meni ruhlantiradi. Shuning uchun biz qaysidir ma'noda doimiy hamkorlardanmiz desam ham mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri, orada bir aylanib ham kelaman. Endi baribir ijodkormiz, lekin aktrisa emasligimni tan olaman. Menga shu birinchi serialdan boshlab Shohjahon ishonch bildirgan, qo'llab-quvvatlashgan butun jamoa bilan bu yog'iga ham shunaqa bo'lyapti. Shuning uchun men bu jamoaga mehrim bo'lakchi. Aktyorlar jamoasi qanaqa? Sizga yoqdimi? Aktyorlar guldastasi hozircha 2 ta partnyorim bilan tanishdim. Qolganlarini endi bugun birinchi kun-ku. Umuman syomka jarayoni faqat menda emas, butun jamoada birinchi kun. Shuning uchun xudo xolasa endi qolganlar bilan sekin-sekin tanishamiz. Asosiysi jamoa o'sha. Qolgani hal qilsa bo'ladigan.